Bosib o'tdim qancha qiyin kunlarni, o'tkazasiz bedor bo'lib tunlarni, so'ldirasiz olib kelgan gullarni, muhabbatni azobini totganlar, sevgisini xiyonatga sotganlar, so'zlashardi tuni bilan mijja qoqmay, o'zgalarni ko'zlariga qiyo boqmay, bilolmadim qolibdi-ku nima yoqmay, muhabbatni azobini totganlar, sevgisini xiyonatga sotganlar. Ana qaranglar-da. Shunaqa insonlar bor ekanki, ba'zi bir insonlar hozir kim bilandir uchrashuvga chiqadi-da, keyin 20 minutdan keyin boshqasi bilan uchrashuvga chiqadi. Xiyonat ko'payib ketdi. Yaxshi emas. Joninglar sog' bo'lsin.